Atiyalik nashtaga issiqim kelmaydigan, sovuqim kelmaydigan süt bilan halva etish usulini olib keldim. Bunda halva etib yegan vaqtimizda badanni quvvatlaydi, ishtahni ochadi. 2 kishilik halvaning o'lchamini deb beray. Kichik taqsini o'lcham qilsam, mush holatda shakar, un, sumay, süt tayyorlab olamiz. Tayyorlab olgan shakarimizga sütni qo'yib, buni elashtirib eritib olamiz, qiziq o'tga qo'yib. Halva etganda unini ko'ydirib qo'yma degan qizlar men videoga tafsiliy qarang. Boshda chuchigan meyinglarga azroq quyruq may sevitib, ondan keyin o'timizni o'chirib etib turib, unni solamiz. Unni silib toza bir elashtirib olgandan keyin o'tni bo'sh ichib mushallatni qo'rib olamiz. Qo'rgan vaqtimizda unimizning rangi sap-sariq rangga kirgan vaqtida tayyorlab olgan sütimizni ustiga qo'yamiz. Ustiga qo'ygandan keyin buni to'xtamay elashtiramiz. Suvi qo'yib qolsangiz, ansirmang birdan turib o'zi qo'yildi. Ko'rib mishak kapslar, qo'shmaganlar qo'shib elanglar, yaxshi mazmunlar kunda ba. Faoliyatimiz davomlashyotdi. Cho'ng taqsili qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabbo yasash darsligimiz 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Indidar Nazi 77-33. Halvamiz quyuq holatga kelgan vaqtida non bilan elib yesak ham bo'ldi. Qani siz sinab beqing.